Qurbonlikka qo'y so'ragan akalarim diqqatiga. O'zimni qo'shnim aka, haqiqiy maqtovga arziydigan. Vahim mahallasi 10-xonadonda tanimagan odam bo'lmasa kerak aka. Bu zotga, bu ham sotiladi. Ichkarini bitta cho'tka qilib obzorini qilib beraman. Nimalar yedirayotganlargacha ko'rsatib beraman aka. Haqiqiy maqtovga arziydigan. Siz uchun boqilgan akajon. Yuring ketdik. Qo'ylarning soni cheklanganda vahima qilib o'tirmayman aka. Sizga ham yetadi, boshqasiga ham yetadi. Boqilgan joylarini e'tibor bering aka. Poltaxtada pokiza, chiroyli qaralgan. Pishirish jarayonidan maxsus arpa, budoy, makka shular bilan boqiladi qo'ylarimiz. Maqtovga arziydigan aka. Aka jonivorlarni ko'ringiz qanaqa holatda boqilyapti. Go'shtlarning samarasini oshirish uchun makka, budoy, arpani alohida pishirib berishadi aka. Jonivorni hamma ham zo'r boqadi, lekin bularni maxsus siz uchun zo'r qilib boqib qo'yilgan. Qo'ylar bo'yicha to'liqroq ma'lumot olish uchun aka nomer qoldirib qo'yaman, bemalol telefon qiling. Akam 24 ga 7 sizning xizmatingizda. Manzil tushuntirib o'taman. Manzil Sharixon, Vahim Arab mahallasi. Orientir. Shaharli fermerda qo'shilsa desanglar, Vahimga kelib, hamma taniydi xudo xolasa. 10-xonadon aka, xizmatingizda. Hammalaringga hayır ayyom muborak bo'lsin. Xudoyim g'oyibidan bergan qo'yni ko'ring. Qo'yda baraka deganda bitta buni pulidan tushmaslik kerak. Umumiy oilangizga, fermeringizga, uyingizga baraka yog'ilganini o'zi bildirib qo'yarkan. Lebo yangi boshlayotgan fermerga tekin miq bo'lsa ham olib kelib o'tish kerak-da. Tekin u hadiya-yu. Buni ayasimi, sherigimi suzib qo'ygan ekan. Kelib olib kelsangiz hadiyaga beraman dedi. Yeb ichishlari joyida ekan. Mana shu oyog'ini jicha suzib qo'ygan endi ehtiyotsizlik bilan. Prosta qarovga vaqtimiz bo'lmayapti. Ehtiyot o'lib qolsa, jicha bo'lib qoladi. Siz yaxshi qarayapsiz. Mana soskada berib yuribmiz sutlarini. Qarasangiz, boqib olsangiz, aka men roziman deb berdi. Zo'r, o'zini yaxshi his qilyapti. Vitamin olib keldim. Beradigan kalsiy pastidan beryapman. Sabablarini qilyapman endi. Qo'yda hadiya qilgan ukalarim sizlarga katta rahmat. Qo'shimcha bo'ldi-da. Mana qarang. Hammalaringizga, fermalaringizga baraka bersin. Harakatdan to'xtamay qo'yinglar. Xudoyim berguncha. Mana 7 ta bo'ldi nasib qildi. Qo'chqarchalardan boqishlik nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Yana bitta ko'paydik-ku. O'rdakda suvda cho'kib bo'lishini birinchi marta ko'rishim. Yashasib ko'raveramiz ekanda. Mana shu yerda bo'kib bo'libdi-da. Bugun bir akamiz mana uni maslahat qildi. Mana uni ko'ring. Mana bu 3 kilo, 4 kilodan вообще niq xo'ras. Biroz so'rab sotmadim. Bular endi oddiy jaydarskilarimiz. Suvda darrov yangiladinglar. Endi aka reykalar qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Endi hamma yo'qda ham bilolmayman ekanda, baribir kalla yetmabdi mashinaga. Chiqargan plan yasamagan ekanmiz. Katta ehtimol suv pastlab qo'ygan paytda chiqarmasdan bo'kib bo'libdi shekilli. Lavanda so'ragan aka-ukalarim diqqatiga. Lavandalar hozir makiyonni ham xo'razdan ko'rsataman. U bu kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, kelishib olsa sotamiz. Makiyonlari fattalab tuxumni qo'yapti. Mana makiyonlari. To'lla. Bir pacha emas, bir kasal invalid emas. Mana ikkita xo'razlari. 1, 2, 3. Mana 4-si. Mana bu oq emas, bu ham qandaydir bir seri sifat, no bu darajada seri emas. Jemchug shuni deb qo'yadimi? Lekin xo'razlar mana. Haqiqatan ham ayiq deyman xo'razlari. Sotiladi. Bir donasi 500 ming so'mdan. Xo'raziyu makiyoniyu bir xil. 6 ta bir joyga. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, sotaveramiz xudo xolasa. Nomer qoldirib qo'yaman, telefon qiling aka. Lavandalarimizni ham sotuvga chiqarib yubordik. Tepadan tushdi, tog'dan tushdi, arzonlash desa, yo'q. Narx-navo jicha o'ynayapti. 208 ga buni ola olmayapmiz endi. Bozor unaqa, bir bozor bunaqa ekanda. Aka Manjondan ekan o'zimizdan. Qanchaga berasiz? 3 million tepasiga qo'yib gaplashamiz. 3 million tepasiga sal kattaroqlari ham turibdi. Hojaga sal yengilroq qilib bering. 100 so'm qo'shsam yuramizmi? 50 so'm qilmadim. 209 yomon bermadi. Men ham ishim bitirib agar rosa kech o'tib ketib qoldi. Alloh xotirma, lekin o'qishga kamroq bo'ladi. Kamlik qilaman aka. Yo'q, to'g'ri gap. Qo'lni bering. 3 millionga akani gapini oldim. Aka, ko'p qo'sha olaman. Qarang, tas, ikkita qo'shdim. Maydalab o'tarim, mana hozir 100 ming qo'shdim, 200 ming qo'shdim. Maqsadim tezroq ketish. Niyatim sotib olish. Qo'shib gapirasiz. Akam bir ovoz aytdi, gapini yerda qoldirmadim. Tugadi aka. Sotaman, sotaman. Avvalo Alloh bizga yetsin. Ha aka. Aka qo'shadigan pulim yo'q. Ha? Alloh barakasini bersin. 3 millionga oldik. Nasib. Bir safar unaqa, bir safar bunaqada. Maqsadimiz boqishga sotish emas u. Aka, Men baraka toping. Baraka toping, men rozi. Amin. Rahmat akajon. 5 ming so'm. Hammamizga Xudoyim nasib qilsin. Salomat bo'ling. Yana